Diqqat! O'zbekistonda dahshatli jinoyat sodir bo'ldi. Ota-onalar farzandlaringizdan ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'llari yo'q nogiron qiz zo'rlandi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida birinchi guruh nogiron qiz zo'rlandi. U haqida 24 kilogramm xabar berdi. Joriy yilning 22-may kuni taxminan soat 02:00 larda 102 xizmatiga fuqaro ismi qisqartirilgan AJning 21 yoshli qizi noma'lum yigit tomonidan zo'rlanganini ma'lum qilgan. Voqea joyiga Lenin tumani rahbariyati va prokuraturasi yetib borgan. Xabarga ko'ra, turar joy massivlaridan birida qizning dugonasi uni aldab mashinaga mindirgan. Mashinadagi yigit esa uni zo'rlagan. Manbalarga ko'ra, qizning ikkala qo'li ham yo'q. Mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 154-moddasi zo'rlash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan surishtiruv va tezkor qidiruv tadbirlari davomida 21 yoshli gumonlanuvchi ushlanib, vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirildi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Jabrlanuvchiga sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan, deyiladi xabarda.